Do'stlar, sizlar bilan men Javohir. Bugun bizlar Minecraftda, ya'ni mana bunaqa Skyblock, ya'ni sizlarga atrofini ko'rsatib chiqaman. Bunday qilib mana shunday Skyblockda biz yashab qolishimiz kerak. Bu yo'q, Skyblock axir u 1 tonnalik blokku. Bu Skyblock emas, bu Skyworld, mini world. Mana pastda katta olam bor. Va bugun biz shunday Minecraftda yashab qolishimiz kerak va ajoyib baza qurishimiz kerak. Yo'q, bitta baza tayyor, faqat mana shuni baza qurib yotmaymiz. Shu yerda million kun yashashmi, bir balo qilibmi? Ha do'stlar, bunda men maqsadimni topib oldim. Bunda men olmosiy aslilargacha kuchayaman. Bu eski versiyadan juda ham qiyin ish, chunki eski versiyada olmoslar juda ham kam topiladi. Yangi versiyalar, katta versiyalar, katta g'or borligi uchun ko'p olmoslar topiladi va olmosli asaxlar tezlikda yasash mumkin. Shuning uchun men bugun shu olmosli asaxani yasashga urinaman va hozirning o'zida mana shunday daraxtlarni chopib chiqaman. Oddiy daraxtlarni chopish boshlandi. Bu yana nimasi bo'ldi? Bu просто shu oyim nerga ko'rgan bitta qop-qora narsa bo'lib, mana unga o'xshagan narsam shuncha paydo bo'ldi, yo'q qoldi. Ko'rdingizlarmi? Mayli, daraxtlarni chopib yuboramiz. Hozirchalik shuncha daraxtlar yetib qoladi. Yana ham bilmadim, yetsa kerak. Va hozir bizlar buni olamiz. Buni qo'yamiz. Keyin bitta sandiq yasoramiz. Bu yerga qo'yamiz. Keraksizlar hamma narsalarni shuning ichiga solib tashlaymiz. Sal bundayroq qilib shunchasi yetib turadi. Ha, endi ham yetib turadi. Pastga tushishidan oldin atroflarni ko'rish kerak, nimalar bor ekan. Qanday joylar bu deb. Mana nima narsa bo'ldi. Buni ichiga solib pastga sakaymiz. Nima qilganimizni bilmadim, lekin yaxshi bo'ldi, zo'r. Mana yetib keldim. Bu yerda ikkita spawner bor ekan tepada va sandiq bor ekan o'rtada. Tepada ikkita spawnerni ham sinab tashlaymiz. Bu yerda kamon bor va o'qlar bor. Juda ham yaxshi. Endi texnik nosozlik bo'lib qoldi Minecraftda. Bu videoni to'xtatganimiz sababi men qirib qoldim videoni. Minecraft qotib qoldi, chiqarib yubordi, ya'ni uloqtirib yubordim men Minecraft. Bo'ldi, bunga chalg'imaymiz. Endi mana bu yerdagi spawnerni ham sindiramiz. 5-daraja. Va yaxshi, konga tushsam desam, ovqat to'plash kerak degandim. Ovqatim to'liq-ku. Lekin konga tushish payti yetib kelgan. Bo'ldi, 1-2 darajasi sotib boramiz. Yo'q, mana endi birinchi temir. Bular hammasini olamiz. Bu yerdan temirlar ko'p ekan. Hammasini olamiz. Qachondan beri shu o'rgimchak tovushi eshitilib yotibdi, lekin o'zi ko'rmaydi. Bunday temirlar olamiz. Bu yerda juda ham ko'p temir ekan. Bo'ldi. Va nechta? 18 ta. Yetmaydi bu ham. Boshlashga oddiy temir asaxlar ham yasab olsak bo'ladi. Keyin olmos to'playmiz. Olmosdan keyin esa temir debman, olmos aslahalar qilamiz. Shunisi ham zo'r bo'ladi keyin. Videoga olishga ulgurmay qoldim.
Bitta shunday temirni oldim, üstüne bir to'da gral bo'lib tushdi. Mana bu yerda temir ekan, buni ko'rmay qolibmiz. Mana shuni bilan qo'shilib ketamiz kerak. Ha, shu ekan. Nah, 50 ta temir to'pladim. O'ylamagan edim buncha ko'p temir to'plashimni. O'sha tepaga chiqib endi bazaga borish kerak. Bazaga borib, mana temirlar hammasini eritib olish kerak. Xo'sh, bazamiz bu yerdami deyman. Salom Creeper, meni portmoqchi bo'ldingmi? Mana. Eng oxirgi zarba. Ajoyib. Voy. Yo'q, bu yerning yarmtasi kelyapti. Kela qol. Sen ham 3 zarbada o'ylasan. Mana qo'riqli bo'lib endi bizlar bazaga boraveramiz. Meni nechta 26 ta bu yetmasa kerak va 50 taga. Ko'mir turamiz ungacha. Yo'q, kechasi tushgan ekan, tezroq bazaga yugurish kerak. Yomg'ir ham quyib yotgan ekanda. Bitta meni pastga skeleti mo'ljal olayotgan ekan. Bittadan creeper bor ekan, kela qol creeper. Portlayman deyapti, portlamadi. Menimcha chiqqangacha kechqurun tushsa kerak-ku. Kechqurun deyapman, yorug'. Tong otsa kerak. Chiqqungacha. Do'stlar, nima degandim? Chiqqungacha yorug' ham tushib bo'ldi. Endi shuncha topgan temirlarimizni eritib olamiz. 2 donagina pechka. Shuncha 26 tami? Ikkita bundan qo'yaveramiz. Bo'ldi, mana birinchi temir meni qo'limda. Endi suvli satl yasaymiz. Ya'ni oddiy satl. Hozir men yana pastga tushib, suv olishim kerak. Buni olsam bo'ladi-ku. Qo'y. Atroflar ko'rsataylikchi bu. Ayada topgan kamalli burbularimiz bormikan yana bu atroflarda? Yana men temir asaxiylar ham bo'ladi. Temir